Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar uchun yana bitta Rishtonimizning Qoq sentrida ko'rishingiz mumkin. Yagona darcha xalq qabulxonasining yonida to'rt etajli binoyimizning 3-etajida sotuvga qo'yilgan xonadonimiz bilan ichki ko'rinishlari bilan birga tanishib chiqamiz. Do'stlar, uyimizning ichki ko'rinish variantlari. Kirganimizda chiroyli zallari bor ekan. Uzun kengina. Xolasangiz egalari bu yerda arendatorlar kladovka tarzida ham ishlashar ekan. Chap qo'limizda kirganimizda oshxonalari yangi domlarda bunaqa keng oshxonalarni ko'rmadim. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi oshxonalar bor ekan, yaxshi oxirgi avlod isitish sistema tizimlari bilan jihozlangan ekan. Aristonlari bor, isitish, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q ekan. 3 xonadan iborat. Bu birinchi xonasi. Tayyor ijarachilari ham bor ekan, xolasizlar. Bunisi yana bitta kattakon bitta mehmonlarni kutib olishlik uchun kattagina zal ekan. Bu yoqdan chiqqanimizda 3-xonasi mana ko'rishingiz mumkin. Yana ham yaxshi tomoni do'stlar, hurmatli Rishton uy-joy kanali kuzatuvchilari, hammomi, tualeti adden ekan, sanuzellari, rakvinalari yaxshi ko'rinishda. Mana bu yeri hojatxonalari ekan. Ya'ni adden qilib qo'yishgan, yana ham bir qulay qilib qo'yishgan ekan. Do'stlar, shunday derazani ochsangiz, hokimiyat binosi, soliq binosi ko'rinib turibdi. Katta asfalt bo'yidan kirganda. Do'stlar, xonadonimiz yoqqan bo'lsa, egalarni past raqamlarni qoldirib ketamiz. Egalari xonadonimiz narxlarini $35.500 deb baholashdi. 3 xonadan iborat, remontlari tayyor. Mana ko'rib turibsizlar, o'zi ijarachilari bilan. Xolasanglar, ozgina kredit qolgan ekan, o'zi kreditini o'zi yopaman deysagar ham, bunaqasiga ham kelishaveramiz deyapti. Qiziqqanlar murojaat qilishingiz mumkin.